Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Kutman okşak günülerin hurmatlı Nokat Qarjımat ötkandan katılışlar. Bugün günge 1 noyabr 2022 yılın kuzun akırkı ayları menen sizlerle görüşüp turabız. Tushku tomonda tatlı olsun demek için. Tushda valyutalar qanday bo'ldi ekan sizlarga ma'lumot olib beramiz. Bugün biz tushlar bo'yicha kompaniya bank Optima bankdan olamiz. Şol yerda ko'rsatib, Optima bank janida ko'rsatamiz. Bizning olsangiz like bosh kommentariy yozib qo'yinglar. Bugün 1 noyabr kunga ikinci gündeki düşteki çıkarış meseleleri tanıştırırız. Bizden alıştırmanızlar, like, boş, komentar yazıp koyunuzlar. Nokat Qarjımat kanalda hemen sizlerin hizmetinizde. Hürmetli tuğanlar biz hazır. Optima Bank'a geldik. Optima Bank'ta 83 so'm dollar, 83 so'm 20 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan, Qozaq tengesinde 15 tiyin ekan. Biz hazır Optima Bank'a geldik. Optima Bank'tan ko'rsatamiz. Daha az kompaniya bank qaraymiz. Kompaniya bankda ko'rishga tinch bo'linglar. Bu kurs şolunda ekan. Özgürüş yok. Bir değil oturat. Matbuğana Nokat Borborun sentri bu. Nokat Borborun sentri. Bu jağı Batken'e getet. Batken kızıkta kadam jağı getet. Bu jağı bolsa Krugoy'dan aylanıp Oşko getet. Nokatın Borboru. Asildeki bank düzenine koşuyor. Şol yerden koşuyor. Matbuğanlar köpçülükte sıra boyunca biz bak kampanyaya geldik. Kampanya bankta 82 so'm 70 dolar. 82 so'm 40 euro, 1 so'm 35 rubl ekan. Bu yerda ko'pchiliklar so'rovi bo'yicha kompaniya bankka keldi. Kompaniya bankda kurslar o'zgarish yo'q. Hurmatli tuğanlar, juma kundan beri 1 so'm 35 tiyin bo'lib жатат. Rubllar o'zgargan yo'q. Doim ko'tarilsin deymiz, tushib ketsin deymiz. Hurmatli tuğanlarimiz hazır. Kesbi bankka keldi. Kesbi bankda 83 so'm dollar, 82 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 33 tiyin rubl ekan. Kesbi bankda shunday bo'ladi. Unutulanlar Kesbi banktan ko'rsatib unutulanlar az boshqa banklarda qancha ekan shol yerdan ko'rsatamiz. Unutulanlar az biz kelib Ekoislom bankka keldik. Ekoislom bankda 82 so'm 80 tiyin dollar, 82 so'm 80 tiyin euro, 1 so'm 35 tiyin rubl ekan. Bu yerda rubllar birday bo'ladi. Unutulanlar az banklarda bardığıda 1 so'm 35 tiyin bo'ladi. O'zgarish yo'q. Tuğanlar barыңızlarga tinchlik omonchilik qo'yamiz. Var bo'lingizlar. Hurmatli tuğanlar, shunga Nokat Qarjımat kanalı sizlarga qo'shishib, bugun kunga qo'shib, ertangi kunga ko'rishib tinchlik omon bo'lingizlar. Nokat Qarjımat kanalida hemen sizlarning xizmatingizda. Bizdan olishmay, like bosib, kommentariy yozib qo'yingizlar. Shuni sizlarga qo'shishib, assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh demoqchimiz. Var bo'lingizlar, tinch bo'lingizlar. Nokat Qarjımat kanalida hemen sizlarning xizmatingizda. Assalomu alaykum demoqchimiz.